Bo'ldi qizlar, bugundan boshlab ozaman. Bir oydan keyin bahor keladi. Mana shu karamni yesam, killa bosib ketaman. Qaror qat'iy, shikoyatga o'rin yo'q. O'zim ossam bo'ldi-da, boshqa do'mmoqlar bilan nima ishim bor? To'xta. Boshqalarga ham o'rgataman. Hali oz bo'lay. Jennifer Lopes ham, Selena Gomez ham mendan menyu so'raydi. Qanday oz deng, bizga ham o'rgat deb. 90-60-90 figura bo'laman, model bo'laman, podimlarga chiqaman. Ancha ozganimni sezyapman. 4-5 kilo tashlab bordim. Ozish oson ekan-ku, hamma ozish qiyin deydi. Mana do'ngalak qilib tashladim boru. Chaman, video oldingdan chiqib qolsa, sen ham ozishni boshla, tugach, hayma. Qachon erim keladi, Rossiyadan shokolad olib keladi deb kutib o'tirma. Ering Selena Gomez bilan yurmasin desang, oz hayma. Ikkovimiz 8-mart bayramga sen zangari, men pistaq ko'ylagimizni kiyib boramiz. Hamma kiyib bo'ladi, barka chaman. To'xta. Nima kerak? Jonimni jabborga berib ozib, och qolish zaril ketdimi menga? Ariqlasam, ariq odamga kasal bo'ladi, yo zahar bo'ladi. Do'mboq bo'lib yuraveraman. Chaman, sen ham ozma, hayma. Ering sevsa do'mboqligingcha sevsin, digach. Maylimi, digach. Voy, mana garamburgerlarni qara. Garamburgerlarni mazaligini qara. Bugun buzdim. Albatta ozishni 8-kuni boshlayman. Haftani 8-kuni boshlayman. Harshanba kuni boshlayman. Videoni dietani harshanbadan boshlaydigan digachlaringizga jo'natib qo'yarsiz.